Roji nima uchun bog'layotdikina? Kech bo'lib ketdi. Balkim jinani endi bo'lish kerak. Yomg'ir erib ketgachga mening berishimni kutib turgan bo'lishi mumkin. Cho'qim shu yerda. Meni saqlayotgan bo'lishi mumkin. Marko. Yaxshimisiz? Ha, men uni andila akvolay deb turatdim. Siz avar bo'lib uni akapsiz-da. Ha? Nima u Marko? U uyda yo'qmi? Texchi kammidi? Atgan siz ketiblar ishxonadan chiqib ketgan-ku. Shundaqmi? Balkim do'stlarining uyiga borgan bo'lsa, yomg'irda kelolmayotgan bo'lsa kerak. Sizning bir ishingiz bormi-di? Boshqa ish yo'q. Bu kitobni uning akagandim. Bu yo'ldishim hayot vaqtida eng yaxshi ko'radigan Maliran dunyosining haftaligi degan kitob. Buni uningga berib qo'ysangiz, atgan u meni paroxtga chiqarib qo'ysangiz degandi. Men uningga yo'ldishimning dengiz o'lib ketganligini so'zlab bergan. Men shu orqali uni qo'rqitib qo'yay degandim. U paroxtga chiqmoqchimikan? Vah, xudo bir yordam qildi-da. Bu yerda xotirjam yetib bir uxlab olay. Endi paroxotning yo'lga chiqishini kutadigan kim? Kim o? Paroxotdagilarmi yoki menga o'xshash yo'shilinib olganlardan birasimi? Chiqa bu yoqqa. Chiqmabsa qani? Chiqa. Sen kimsan-da? Omid yo'q. Sen qanday qilib kelib olding, ha? Endi qanday qilish kerak? Bu qamlashmidi? Anlab tur. Biz bu yerda tong yo'rg'icha yo'shilinib turamiz. Ovoz chiqarishga bo'lmaydi. Biz mushina bilan Argentinaga boramiz. Tushundingmi? Ha, Omid yo'q. Uqdingmi? Balkim bu bola Marko raslini paraxotga chiqib olganmidi?
Bu yağmur taz yağdı. Kechiring, sizni avar qildim. Adam yo'shurnig'idek yaning hammasiga qardim. Biroq odamning soyisi ko'rinmaydi. Shundaqmi? Uning ustiga bu paraxot yana 3 kundan keyin mangadi. Agar chiqib olsimi, sezilib qoladi. Agar mo'kib olgan bo'lsa, biz uni sezib qolsak sizga xabar qilaylik. Bo'ladi. Rahmat, Roshi apandim. Yo'l bek teyilg'oq, diqqat qiling. Bo'ladi. Rahmat sizga. Bertolo apandim. Sizmi Markoni izlayapsiz? Ha. U bu paraxtda emaskan. Balkim siz degandek saboqdoshlarining uyida bo'lishi mumkin. Saboqdoshlarinikida? Biz uni izlab yuramiz. U bizni oldimizda uyga berib oldimi, texi? Shundoq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Juring, men sizni apirib qo'yay. Mangayli. Bertolo apandim. Ha? Menimcha siz Markoni Argentinaga avatish irodasi keling. Nima deyapsiz? To'g'ri. Marko tex kichik, lekin u xili pishib qopti. Safar rasxotiga kelsak, men paraxta shirkatiga deb baqsam bo'ladi. Siz chiqandaq Bertolo apandim. Ha? Bu ishni men oqsoqollik qilmasam bo'ladi. Lekin men anna bo'lgan bo'lsam, Argentinada o'z bolamni ko'rgan bo'lsam, cheksiz xushallik chumetdim. Marko opsini bek sig'indi. U opsini xetiga shuncha intizor. Bertolo apandim, siz mundaq bir naqshni anglagan bo'g'itdingiz. Men esimda qolgan bo'yicha aytib beray. Yulduz chaqnaydi osmonda, opangning so'zini angla. Opangning kesil saqayganda, seni saqlaydi do'qmishda. Balam nadisan, naladisan? Opangning nolisini anglayotamsan. Xarita yo'q-ku. Xarita. Ajab diqqat qilmabdi mana. Ha? Anna, Marko oxiri. Ha? Dada, meni izlab yurmagin? Ojon, pek qistab ketdi. Qo'ychi diyamadim. Nimda qiyin ish bu. Ahmet yo, tez qaytib kel. Kela. Ahmet yo. Ahmet yo, tez kel. Bu yoqqa kel deyman, Ahmet yo.
bu yerda bir maymun turdi. Paraxodga chiqibdi. Qara maymun ekan, maymun qochdi. Tez qo'g'lana, u qochdi. Tez, chapsam bo'ladi. Chapsam, chiqib qo'ymaylik, to'laylik. Ketdi, ustiga chiqib ketdi. Hey, to'laylik, tez. Oyoq chiqib ketdi, qanaqa qilamiz? Chiqib ketdi-ku. Voyca. Voyca chidayolmadim. Voyca qisab ketdi. Voy. Qandaq, axşam xeyli yaxshi uxlagansan. Shundoq. Paraxod yo'lga chiqsa, faqat osmon bilan dengizni ko'gili bo'ladi. Quruqliqning saf havosini qanqish sumirib ol. Sen kim? Gap qilmaysan o. Neydi kökendi men? Sen tünügün Roji bilen billa. To'xta, kaçma he. Nega kaçsan? To'xta. To'xta. Hey. Shumte. Hay baba, yana qanchalik saqlaymiz? Mening qo'saqlarim echib, uchalarim tortishib ketdi-ku. Nimpuroq bu? Mening atganlik tamig'im? Marko Roshi. Roji. Bu yerdikan senda. O shumtak endi qo'limga tushdim. Bu zot qandaq ish? Uning o'zidan so'ra. U paraxodga o'g'irlik chiqibdi. Yeriga nima degan cho'nimi buni? Sen paraxod to'shqidagi chiroyli gap qilsanmi, bekor? Roji, yordam qiling. Men Braziliyaga borman, ondan Argentinaga boraman. Argentinaga? Opam Argentinada og'rib qopti. Argentinaga? Sen turmaga borasan, turmaga. Agar opamni bir ko'rib olsam, turmaga solamdi. Nima qilsam mayli, menga yordam qilinglar. Kim sening aldam xaltangga tushdi ekan? Bu yoqqa kel, bu yoqqa. Bu shumtakning putquli xilili chaqqangu. Men yana turli qo'rimlarni qo'riy olayman. Opam ketib uyni olmishni men qildim men. Hey! Bu paraxodning menishini tabriklab qo'rgan qo'rimlar edi. Bularni tugashtirding. Tugashtirding. Kechiring ustam, men paraxodga bekor o'tirmayman. Qarang, mening yiqqan pulim bor. Yetmez men paraxod ishlasammi bo'ldi? Bertolo efendim, Marko qaytib keldimi? Bu xatga qarang. Lekin u o'zi yolg'iz Argentinaga bora oladimi? U cho'qim paraxodga chiqib oldi. Argentinaga boradigan ko'chmanlar paraxodidan faqat bizning shirkatning qoldi. Boshqa paraxodga chiqib oldimi ya? Agar pristonda bo'lsa oson bo'ladi. Jiran. Jena xonim. Tunugin kishi aniqlandi. Nima? Bizning paraxod emas, Braziliyaga boradigan Fergele nomli paraxodda bir kichik bolani tutib olibdi. U adresi bilan dadisining ismini faqat degil unutmabdi. Dal shu, mening o'g'lim Marko. Sizning o'g'lingizmi? Shunda. Unda bo'lsa qarab boqayli. Bo'ladi. Isming Marko deyman. To'g'rimi? Gap qil. Gap qilmasang, soqchiga topshirib beramizmi? Bildingmi? Gap qil, Gap qilmaysan-ku. Sizlardan o'tnib qolay, meni Braziliyaga olib ketinglar, u yerdan Argentinaga boray. Sen teqchi qaroringni o'zgartmadingmi? Sen bek sadoqatmankansan. Bu paraxodning Argentinaga berishi xuddi Italiyaning Alpes tog'laridan olqib, Chexoslovakiyaga berib, ondan Polshaga borgandek ish. Sen eng yaxshisi ketgin, bo'lamdi, Bo'lamdi. Lekin dengizda menga o'tkil bo'lmaydi. Nimalarni davotqansan? Agar rost menga o'tkil bo'lsa, yer sharining u tarafida bo'lsa-mu, cho'qim borma. Sen sarang bo'lib qoldingmi? Ahmoqona gaplarni qildi ekansan. Bu bala to'limi qiziqkan kishining umroqligini keltirgan. Hay, ikki putlab bo'yingiz ayrishga berish to'limi tas. Lekin paraxod bilan bo'yingiz ayrishga pag'ili bo'ladi. Ustam, siz ilishtirmang. Bundaq desangiz qandoq bo'ladi,
Qaraganda uning deganlari rost o'xshaydi. Qandaq deysiz? Qiyinchilikqa duch kelganlarga yordamlashmaslik bizning odatimiz emas. Ustam. Bu qandaq bo'lg'ini? Kile, bu kiyimni yo'tkib ol. Biroz cho'ng bo'lishi mumkin. Seni u maymuning mo'miga chiqilib, rosa qiziq o'ynayotidi. Sen xotirjam bo'l, ha? Rahmat. Xilil yarashdi o. Agar sen o'zgartgan bo'lsaq, texmi yarashadi. Hey ustam, o balaning dadisi uni izlab ketdi, sirti saqlab qoldi. Ha? Endi yaxshi bo'ldi. Hey, amal yo'q-da. Ta'ling yo'q-kan. Marko. Mushu bola shumma. Bu balani elib keting. G'araz uqmaydigan dadisi. Yo'q, men hargiz ketmayman. Keyin yana amal topaman. Marko. Undaq bo'lsa, uni olib ketinglar, ha? Marko. Nimişki meni bağını koymaysızlar. Dada, senin apam bilen karın yok mu? Daim kiyin deyse. Lekin hazır apam kıyınçılıkta kalsı yanına. Sen... Marko, dadangni to'g'ri tushan. U o'zi Argentinaga berishni qaror qildi. Rost shundaq. O'zi Argentinaga boradi. Rapnish markalik paraxt bilan boradi. Rapnish markalik? O nimiti? O gerçi çoğun bo'lsa-mu, lekin bizning Fergili nomli paraxotga yetmaydi. Ustam. To'g'ri, boshqalarni kamsitmaslik kerak. Lekin bizning bu paraxot ishonchli ham bexatar. Paraxot a'zolarining hammasi qovul. Boshqa paraxotlarga o'xshamaydi. Hey, Roji, sen mi bir ikki qiz gap qilsang-chu? Ha, Marko bilan yaxshi do'st bo'lib qoldik. Uni elib ketayli. Soat 10da paraxot mangidi. Ha, shundaq bo'lsin. Lekin sizlar yangi boradigan tursanglar. Hech vaqasi yo'q. Bu paraxotdagi mallardan bir qismini Buenos Airesga boradigan paraxotga almashtirmoqchi. Men paraxot boshlig'i deb qo'ysamlar bo'ladi. Nada bundaq ish olsun? Men qo'shilmayman. Bu vajal desa, bak bu maqlashib ketadi ekan. Ha, ko'pchilikning hammasi uni yaxshi ko'rib qoldi. Uningmi bu paraxotda o'ltirg'isi bor. Aytib beqinglarchi, shundaqmi? Ha? Marko, o'zing bir qarorga kelgin balam. Marko, bağın. Apağını yeniği bağın. Amidiyonum ilvağın. Dada, rastma? Men rastlı paramdı, ha? Rahmet dada, rahmet. Qaraganda, balı bir iradiga kep bo'lgan o'xshaydi. Uni ep qiling paraxot boshlig'i. To'g'rimi, Marko? Yordam qiling. Paraxot boshlig'i. Ranardo, hozir paraxotda bir kishi kam. To'liqlaydigan ishqa sen mas'ul bo'l. Rahmat. Marko, seni tebriklayman. Seni tebriklayman. Marko. Apağını ko'yganda aytib qo'yg'in balam. Cho'qim o'zini asirsin. Hergiz bizdan ansirmisin. Dada! Bak yaxshi bo'ldi.
Apağınğa yaxşı qara. Xotirjam bo'linglar, Markoga o'zim qarayman. Xo'sh! Xayr xo'sh, Marko! Dada, akam bilan 2 milyon salam etib qo'y. Xat yozishni unutma. Dada, qo'shnilarga salam etib qo'y. O'zingni asra, Marko! Siz o'zingizni asrang, Jinada. Xeyr, xo'sh, balam. U kesi yolg'izchilik his qilgan bo'ldingiz. Shundoq. Lekin Markoning apisi Anna xo'sh bo'ladi. Rahmat dada. Hay, biz g'alaba qildik, Marko. Sizga Roji. Ey, ma o'ynaymiz. Hey, dum tik tak tak, dum tik tak, dum tik tak tak, dum tik tak, dum tik tak tak, dum tik tak. Ey, dum tik tak tak, dum tik tak, dum tik tak tak, dum tik tak. Ey, kela o'ynaymiz, kela. Hay, dum tik tak, dum tik tak. Kela o'ynaymiz. Chiq shu o'ynayotganini. Tamoq tayyorlik qilinglar. Anladinglarmi? Yuringlar, tamoq etimiz. Xo'p, oshpaz usta bolaları. Oy, kapsiz. Marko Fergali namlıq paraxotqa olturub, dolqunla yerib Braziliyaga qarab ilgirlemekte. U aşxanada kuch chiqarib ishlaydi. Lekin dengiz turmushiga kunanmaganlikdan bek bearam bo'ladi. Oshpaz ustam Ronaldo buni sezib qilib, qiziqarliq buyruqdan birini qiladi. Marko bu xushchaqchaq dengizchilar orasida dengiz safarini qandoq davomlashtirdi? Keyingi qatimda kichik oshpaz degan qismini ko'ringlar.